dol yenip gelipsizlar. Tekshirish natijasi chiqqan o'xshamamda. Natijasi qanday chiqibdi? Doktorning deyishicha, onamning mengsi ig'ir darajada qon chiqibdi. Qon chiqibdi? Hayoti xavf bermagan taqdirdami bir umr o'rnidan tura olmaydi deydi. Endi sana chapa oldigan bo'ldi. Qarang. O'zingizni bilasiz, meni asallanishim to'g'ri yaxshi emas. Onamizni oldidan qiz xabar bilamasman. Qarang, eng yaxshisi onamizni santriyaga qo'ymaslikniki. Ular davolashni birga olib bordi ekan. Santriyaga? Ha, ikkilimizga yaxshi emasmi? Ey, mening onam bu. Men uning bir o'g'li. Onam meni ming bir chapa deb beqib cho'q qilgan. Qarang. Bo'ldi. Men sizga maslahat elib kelib qilyapman-ku. Men qarang qilib bo'ldim. Onamni qat'iy davoldim. Davoltimi? Bizda pul bo'lmasa nimaga davoltisiz? Men do'stlarimdan pul so'rab qo'ydim. Agar u olmay kelib qolsa, mushu uyni setib bo'lsin davoldim. Nima? Uyni setib dedingizmi? Men qat'iy qo'shilmayman. Agar qo'limdagi loyiha tasdiqlanib qolsa, yangi yaxshi uyni setib olsa bo'ladi-ku. Osh. Ketqichi loyihaning gapini qilgansiz. Necha yil bo'ldi loyiha degan gap chiqardilar? Oldi qilingan ya tasdiqlanmadi u loyihalarimiz. Onam meni kichik bir tatib hozirgacha ming bir jafoni cho'ng qildi. Onam davolatish uchun hali bu bir o'ykan 10 uy setish tayyorman. Onam uchun hammadan voz kechaman. Nima? Mendimi voz kechadigan o'xshamamsiz? Onam uchun Men tushundim. Bu odamda mening kelishim qanday o'xshaydi? Hey! Aqlsizlik qilma. Bak ko'nglingda qaynalarga nimani qilsang, keliningda shuni ko'rsa degan gap bor. Unutib qolma. Bizning bir o'g'limiz bor, ha? Nurlu ay iken ana, ay iken ana, bişkun vapaga bay iken ana. Derdim gider ma, bir mana arma, kısnalıkında çay içken ana. Gidildi kalpti, cabru capaldi, dostun sen beni, sahven hatadı. Gidildi kalbim, cabru capaldi,
ko'ngli to'pdi bag'rida farzand toy ekan ona jon onam onam mehribon onam g'amguzar aziz onam aman bu anam aman bu anam Tursa anamdek kengri yaylıqı kengri yaylıqı tügümeydiğab bəxt baylıqı onsuz öyni berkitine de onsuz bağımı soy iken anam Yigildi kaddi Cabru capadı Dostun sen benim Sehvem hatadır Yigildi kaddi Cabru capadı Dostun sen benim Sehvem hatadır Onu sibane Könglü toptu Bağrıda perzent Toy iken anam Can anam anam Mihriban anam G'amguzar aziz anam aman bu anam aman bu anam aman bu anam aman bu anam Şenjan Əsra Soğucaqlıq şirketi işləb çıxarğan Əsra Kiriyu sopulları kir chiqarish o'rnining alohidligi, kiyim va qo'lga zaxmat yetkazmaslikdek alohidligi bilan keng xalqimizning tanlab ishlatadigan mo'ymaga aylandi. Əsra Kiriyu sopullarga Şenjanning har qaysi joylarida vakolatchi chaqirdi. O'z markasida sopun ishlab chiqarmoqchi bo'lgan hamkorlashuvchilarga vakolatan sopun ishlab chiqarib berdi. Pokizlik elchisi Əsra Kiriyu sopullari